Ko'chmalar o'yinida Qirg'iziston umumiy medal hisobida birinchi o'rinni egalladi. Kecha 14-sentyabrda Issiqko'lda Butunjahon ko'chmalar o'yini yakunlandi. Sportning 14 turi bo'yicha o'tgan musobaqada Qirg'iziston 55 medal bilan umumiy hisobda oldinga chiqdi. Bizning sportchilar 16 ta oltin, 20 ta kumush va 19 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. Ikkinchi o'rinda esa 28 medal. Rossiyaga qarshi sanksiyalar Qirg'izistonga ham ta'sir etishi mumkin. Bu haqda Premyer-ministr Jo'mart O'rtaboyev ko'chmalar o'yinining yopilishida yurtdoshlarimizdan uning ta'kidlashicha, Rossiya Qirg'izistonning eng katta iqtisodiy hamkori. Agar bu davlatning moliyaviy iqtisodiy ahvolini nacharlasa, Qirg'izistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Biroq bu davlatlar hozirda to'lov inqirozga uchragani yo'q. Shu bois qisqa muddatdan so'ng bunday holatdan chiqadi pasport bilan O'zbekistonga kirish taqiqlandi. Hukumat rahbari Qirg'iziston har qanday holatga tayyor bo'lib turishi yildagi eski rusumdagi mana shunday tashxislar borligini kirishni taqiqladi. Eslatib o'tsak, Tashqi ishlar ministrligi Rossiyani Ukrainaning sharqidagi voqealar bo'yicha oktabrdan boshlab qator iqtisodiy sanksiyalarni kirgizgan. Ularning yangi talqini 12-sentyabrdan kirdi. Shimol va janubning muqobil yo'l qurilishiga Xitoy qo'shimcha nasiya beradi. Bu haqda Prezident Almazbek Atambayev bilan Xitoyning rahbari Si Szinpin bilan uchrashuv chog'ida aniq bo'ldi. Xitoy hukumatiga Qirg'izistonning shimoli bilan janubini bog'lab turadigan muqobil yo'lning qurilishiga ikkinchi fazasiga $300 million ga yaqin imtiyozli nasiya ajratadi. Bishkek o'sha yo'lning yoniga shimol va janub bog'lovchi yangi yo'l qurish tashabbusini davlat rahbari ko'targan. Aprel oyida yo'lning qurilishi rasmiy boshlangan. 460 chaqirimdan oshiq yo'lni qurilishga taxminan $700 million sarflanadi. Bungacha yo'lning birinchi fazasini bitirishgan Xitoyning Eksport-import bankidan $400 million nasiya olingan. 1 oktyabrdan boshlab nafaqaning ta'minlash qismi 250 so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu haqda hukumatning taklifini ijtimoiy fond jamoat muhokamasiga olib chiqdi. Loyiha bo'yicha nafaqasi 4400 so'mga yetmaganlarning nafaqasi 4400 so'mga yetkaziladi. Bundan tashqari ta'minlash bo'limiga 300 so'mdan qo'shiladi. Nafaqasi 4400 so'mdan ortiq bo'lganlarning nafaqalariga ta'minlash bo'limiga 300 so'm qo'shiladi. Birinchi guruh nogironlari nafaqasi bo'lsa 300 so'mdan 2500 so'mgacha ko'tariladi. Shunday qilib davlatda nafaqani o'rtacha miqdori 4600 so'mni tashkil qilishi rejalashtirilmoqda. Bu maqsadga qo'shimcha 450 million so'm kerak bo'ladi. O'shda saylov qonunlariga o'zgartirish kirgizish bo'yicha jamoatda muhokama olib borilmoqda. Bugun O'shda Qirg'iziston Respublikasi prezidenti va Qirg'iziston Respublikasining Jo'g'org'i Kengash deputatlarini saylash to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kirgizish bo'yicha jamoat orasida muhokama olib borilmoqda. Unga parlamentariylar O'mirbek Tekaboyev, Abdujabbar Bekmamatov, mahalliy hukumat va fuqarolik jamiyatining vakillari, shahar kengashi deputatlari qatnashmoqda. Taklif etilayotgan loyihaga ko'ra respublika miqyosida 2 qismdan iborat bo'lgan siyosiy partiyalarning nomzodlari ro'yxatini tuzishda yangi tartibni aniqlash kirgiziladi. Bundan tashqari siyosiy partiyalarni saylov fondlarini miqdorini ko'paytirish, preferent ovoz berishni o'rnatishda, aniqroq qilib aytganda saylovchilar o'zlarining ovozlarini siyosiy partiyaning ro'yxatiga aniq nomzodga berish ko'rib chiqilgan. Loyihada saylovchilarni identifikatsiya qilish, ovozlarni sanash va saylov natijalarini chiqarish uchun yangi avtomatlashtirilgan texnologiyalarni saylov tajribasiga kirgizish ham hisobga olingan. Saylov qonunlari bo'yicha taklif etilayotgan loyihani O'sh shahridagi fuqarolik jamiyati qanday qabul qildi masalasida mahalliy kengash deputatlari qanday takliflar berdi? Bu haqda batafsil ma'lumotni xabarlarni kechki dasturida ko'ra olasizlar. Bu yil o'lka bo'yicha qurg'oqchilik hukm surganligini mutaxassislar ham ta'kidlashmoqda. Ayrim hududlarda qurg'oqchilik, yem-xashak g'amlanadigan dalalarga suv yetmay, o'tlar kuyib ketgan. Shu sababli mol boquvchilar boshqa hududlarni yem-xashak izlashga majbur bo'lishmoqda. Ularning qatorini Jalolobod oblasti ham to'ldirmoqda. Sababi yem-xashak masalasi oblast hududida tanqis bo'lsa, ba'zi joylarda xashak yetarli. Buni mol boquvchilar ta'kidlab o'tishdi. Заготовкалар бүткөн элдердики азыр базардагы чөптөр арзандап калды. Сузак районуна караштуу Орто айылынын тургуну Искендер Арзыкулов көп жылдардан бери мал чарбачылыгы менен алектенип келет. Анын жалпысынан 15 кою, 10го жакын бодо малы жана 10 жылкысы бар. Арзыкулов мал жайытын жыл сайын жайытка чыгарарын, учурда жайытта жүргөнүн, ал жакта тоют чөптөр жетиштүү экенин белгилейт. Мал бир аз жылкырыкчылык болду, ошого чөп бир аз азыраак да болгон. Бирок негизи бизде айылда тоодо алма деген көп болду, жакшы болду. Малдар ошону жеп атат. Жылдагыдай эле ороду малдардын семиздиги жүргөнүндө эле. Эми былтыркыдан айырмасы жок да, былтыр алма азыраак болгон, чөп көбүрөөк эле. Быйыл чөп сал азыраак болду, алма көп. Быйыл өлкө боюнча кургакчылык өкүм сүргөнүн адистер белгилешүүдө. Ушул тапта Талас облусунда тоют маселеси кыйындап, таластыктар чүйгө барып чөптүн бир таңгагын 250 сомдон ташып келип жатат. Айрым аймактарда кургакчылыктан тоют камдалуучу талаларга суу жетпей, чөп күйүп кеткен. Мындан улам малчылар башка аймактардан чөп издөөгө аргасыз болууда. Бизде казармандан, Алайдан, Советтен, Аксыдан келип атышты.
чөп алып кеткен. Себеби ошол жакта чөп жоктугунан келишти бияка. Эми берден алып кеткенден бери алар бул жакка келишпей калды. Келгенден бери бул азыр төмөндөп калган. Эми азырынча жакшы эле го, 160 сом, 150 сом. Мунун көтөрүлгөн бир кесепети дагы жанагы салерка кымбаттап кеткен. Баа көтөрүлөт ошондой болсо. Престейт, ордурат. Мындай азабы көп да. Эми азыркы учурда билбейм, кыштан быйыл жакшы эле чыкса керек, себеби дегенде кышта эми Кудай билет аны кандай болуп кететин. Ал эми Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде дагы тоют маселеси көйгөй жаратып, калабыздагы чөп сатылуучу жерден ар бир таңак чөптү 190 сомдон сатып алып, ташып кетүүгө аргасыз болушкан. Ошого карабастан айрым дыйкандардын айтымында тоют чөп жетиштүү болгон жана бир таңак чөп учурда 160 сомдон сатылууда. Уже мурун аксы менен алабука казарма ошолор көтөрүп койгон да бааны негизи. Ошолор көтөргөндө дыйкандар да көтөрүп алып, кымбат сатып алышты. Азыр эми уже алар менен жок. Баары камдап бүтүштү. Азыр мындай айтканда тоют кеңирлүү. Эскерте кетсек, өткөн жылдары чөптүн бир таңгагы 600 сомго чейин көтөрүлүп, малдар ачкачылыкка дуушар болушкан эле. Эми бул жылы дагы кыш оор боло турган болсо, тоют чөптөрү жетишпей, көйгөй жаралышы мүмкүн деп элдер кооптонушууда. Талгат Бакиев, Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Osh shahridagi ayrim bola bog'chalarda to'lovlardan tashqari ota-onalardan o'quv qurollari va kir yuvish vositalarini olib kelish majburiyati ham yuklanmoqda. Taqdim etilgan ro'yxatda 20 dan ortiq buyum yozilib, ularning jami summasi 1,5 so'mni tashkil etadi. Hozirda bu masala ijtimoiy tarmoqlarda va jamiyatda muhokama bo'lib, ota-onalarning noroziligini yaratmoqda. Lekin bola bog'cha rahbariyati va Osh shahar bilim berish boshqarmaligi bunday faktlar noto'g'ri ekanini, bu loyihani ota-onalar o'z roziligi bilan amalga oshirayotganini bildirishmoqda. Osh shahridagi ayrim bolalar bog'chasining rahbariyatidan ota-onalarga idora buyumlarini, kir yuvish hujjatlarini olib kelishlari talab qilingan ro'yxat berilmoqda. Bu haqda ayrim ota-onalar ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilishmoqda. O'rtoq hisob bilan so'ralgan buyumlarning narxi 1,5 so'mga teng. Biz hozir bir ota-onaning Facebook ijtimoiy tarmog'iga yozib qoldirgan murojaatini o'zgarishsiz havola qilamiz. Төмөндө бала бакчадан ата-энелерге берилген тизме ким кандай ойлойт? Негизи бул керектөөлөрдү балдар үчүн ким каржылаш керек? Мамлекетпи же бизби? 2 дана жазуу дептери, 2 дана түстүү карандаш, Россияныкы, 2 дана акварель боёго, бул дагы Россияныкы, альбом 10 дана, түстүү кагаз 5 дана, катуу түстүү кагаз 2 дана, тетрадь 4 дана, боёочу китеп 3 дана, дагы 3 дана ручка, карандаш 3 дана, таякча 1 дана, кайчы 1 дана, 2 дана желим, кир жууш самындан 10 дана, Россиянын порошогу 2 пачка, даарат кагазы болсо 1 блок, дагы 1 блок кагаз салфеткасы, 1 дана оюнчук, 3 метр чаң арчыгыч кездеме, 1 дана кир жуучу каражаттар. Misol uchun ro'yxatda bolalar uchun qo'llanishga xavfsiz bo'lgan qaychi ham bor. Agar har bir guruhda 50 nafardan bola bo'lsa, bir bog'chada 250 ta bola bor. Shunda 250 ta qaychini bog'cha rahbariyati nima qiladi degan savol tug'iladi. Bunday ma'lumotlarni eshitganlarning ijtimoiy tarmoqdagi fikrlari har xil bo'lmoqda. Mamlakettin абалын билебиz. Балаңыз үчүн алып бергениңиz бир чети милдет, анан сыймык. Ал эми 60-70 баланы караган тарбиячынын эмгегин баалап, рахмат айтыш керек. 500 сомго бир тууганыңыз да карап бербейт. Бир группада 50дөн ашык бала болсо, ошончо нерсени кайда алып барышат? Балага тийиштүүсүнөн сырткарысын. Бул жерде көп эле нерсеси керек. Акварелди билбейм, балки методикасы башкадыр. Бирок канчадан бери сатып эле берип атабыз. Эгерде кайра отчет алып турса, көрсөт деп талап кылса, көп деле алдабай калышат экен. Биз өзүбүз сурабайбыз да. Biroq bunday talabni nomer 1-Jibek bolalar bog'chasining rahbari inkor qildi. Chunki har bir muhtojlikni ota-onalar majlisida hal qilishlarini aytadi. Agar ular qarshilik bildirishmasa, shundagina ularning qo'llovi bilan ishga oshiriladi. Тизме уже в основном канцелярскийге берилет ошол. Андай бизде мындай чоң тизме жок, биз вообще неме кылбайт, алып келбейт. Канцелярский да алып келбейт, мага арызданып киришет. Биз аны ура албайбыз, башка кыла албайбыз. Берки бала сен алып келгениңен сага берип кое беребиз, ошентип төлөй беребиз. Ayrim ota-onalarni bunday ro'yxatdagi xarajatlarning hammasini olib berishga qarshiliklari yo'q. Boshqa o'lkalarda bolalari uchun qulay sharoit tuzib berishni birinchi o'ringa qo'yishlarini aytishadi. Gereksiz эле нерсе жазылган болсо, алып бербеш керек. Эгерде керектүү нерсе жазылган болсо, мисалы, үйүңдө деле балаңды карасаң, самын иштетесиң, самын жазылган болсо алып бериш керек. Порошок, самын,
же болбосо салфетка, туалетная бумага, дары кагаздары. 2008-yili shahar meriyasi tomonidan chiqqan qarorga asosan bolalar bog'chasida har oyda bir bola uchun 500 so'mdan ota-onalardan yig'iladi. U bolalarni qornini to'ydirishgagina sarflanadi. Bundan tashqari davlat tomonidan issiqlik, kommunal xizmatlari uchun to'lanadi. Ал эми андан сырткаркы кандайдыр бир муктаждыктар болгон болсо, аны ата-энелер өздөрү чечет. Балдар бакчасында majburlab тыйын топтоо маселеси жок. Болбошу керек. Oy sayin beriluvchi 500 so'm bir oyda, aniqroq aytganda 21 kunga hisoblansa, 23 so'mdan to'g'ri keladi. Bu bog'chadagi bolalar uchun juda oz. Ular kuniga 3 mahal ovqatlanishsa, 23 so'mni 3 ga bo'lsak, bo'lgani 7 so'mdangina bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalarga g'amxo'rlik qilib, ota-onalar ham o'z hissalarini qo'shish kerakligini O'sh shahar bilim berish boshqarmaligining rahbari Qushtarbek Kimsanov bildirdi. Misal uchun bir gruppada 30 ата-эне болгон болсо, 30 ата-эне чогулуп туруп, биздин 30 балабызга bir ayda emneler gerek. Misalı da. Al balkim 30 ataga bir günde bir samın gerek boluşu mümkün. Bирок аны балдар бакчасынын өзүнүн короткондон сырткаркы жардамдарды берүүнү каалашкан болсо, анда бардыгы биргеликте чечсин. Кимдир бирөөсү эмес. Баласынын тагдырына күйүп, ар бир ата-эне сөз түрдө бала бакча менен келип таанышып, баласынын кандай тарбиялап аткандыгын, кандай тамак жеп аткандыгын кызыктар болууга тийиш. Shahardagi bog'cha rahbariyatining bu kabi taklifini hozirda ayrim ota-onalar qo'llashsa, ayrimlari esa umuman qarshi. Bu tortishuvli masala qachonki ota-onalar tomonidan qo'llanilgandagina yechilishi mumkin. Ra'no Inazarova, Albina Joloyeva, Zair Abdukerimov, Intimaq.